Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga barcha pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan yangilikni tushuntirib beraman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda. Ya'ni endi pensiya oluvchi shaxs ekaningizni tasdiqlash tartibi avvalgidek faqat qog'oz guvohnomaga bog'lanib qolmaydi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarga, shuningdek ota-onasi yoki yaqin qarindoshining pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlarga ham tegishli. Men bu mavzuni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Qayerga murojaat qilish zarur va eng muhimi, pensiya guvohnomasi bekor qilinsa, pensiya to'lovlari to'xtab qolmaydimi degan savolga aniq javob beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nozik joylarini bilmasangiz, bankda, dorixonada, transportda yoki davlat tashkilotlarida ortiqcha yugur-yugurga tushib qolishingiz mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi muhim yangiliklarni men sizlarga sodda va tushunarli qilib yetkazib boraman. Avvalgi tartibda ko'pchilik pensionerlar pensiya guvohnomasini asosiy tasdiqlovchi hujjat deb bilardi. Ya'ni odam pensiyaga chiqqandan keyin unga alohida guvohnoma berilar. Ushbu guvohnoma orqali u pensiya oluvchi ekanini isbotlar edi. Masalan, ayrim joylarda imtiyozdan foydalanish, sanatoriyga navbatga turish, kommunal yoki ijtimoiy yordam masalalarida, dorixonada chegirma so'rashda, transport imtiyozlari bo'yicha yoki mahalla va tuman tashkilotlariga murojaat qilganda pensiya guvohnomangiz bormi deb so'rashardi. Pensioner ham odatda pasporti bilan birga shu guvohnomani olib yurishga majbur bo'lardi. Lekin hayotda bu juda ko'p muammolar tug'dirgan. Birinchidan, guvohnoma yo'qolib qoladi. Ikkinchidan, eskirib ketadi, yozuvlar o'chadi, muhr yoki rasm aniq ko'rinmay qoladi. Uchinchidan, ayrim pensionerlar yosh katta bo'lgani uchun hujjatlarni yangilashga borishi qiyin bo'ladi. To'rtinchidan, turli idoralar bir xil ma'lumotni qayta-qayta so'raydi. Aslida davlat tizimlarida odam pensiya oladimi yoki yo'qmi? Pensiya turi qanday? To'lov qaysi sanadan boshlangan? Bularning hammasi elektron bazalarda mavjud bo'lishi kerak. Shuning uchun hozirgi o'zgarishning mazmuni shundan iboratki, pensionerning maqomi qog'oz guvohnomaga emas, elektron ma'lumot va shaxsni tasdiqlovchi hujjatga bog'lanadi. Bu yerda eng muhim gapni alohida aytaman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinishi pensiyaning o'zi bekor qilinadi degani emas. Bu ikki tushunchani aralashtirib yubormaslik kerak. Pensiya huquqi qonun bilan belgilanadi. Odamning ish staji, yoshga doir pensiya huquqi, nogironlik holati yoki boquvchisini yo'qotganlik holati asosida tayinlanadi. Guvohnoma esa faqat tasdiqlovchi hujjat bo'lgan. Demak, guvohnoma shakli o'zgarsa yoki qog'oz ko'rinishi bekor qilinsa, bu pensionerning puliga, pensiya miqdoriga yoki pensiya olish huquqiga avtomatik zarar yetkazmaydi. Endi asosiy e'tibor shaxs tasdiqlovchi hujjatga, ya'ni pasport yoki ID kartaga hamda elektron bazadagi ma'lumotlarga qaratiladi. Oddiy qilib aytsam, pensioner ekaningizni ko'rsatish uchun har doim alohida qog'oz guvohnomani ko'tarib yurish talab qilinmasligi kerak. Tashkilot sizning J6 raqamingiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringiz orqali tegishli elektron tizimdan pensiya oluvchi ekaningizni tekshirishi mumkin bo'ladi. Masalan, bir pensioner bankka borib pensiya kartasini yangilamoqchi bo'ldi. Avval bank xodimi undan pensiya guvohnomasini ham so'rashi mumkin edi. Endi esa pensioner pasport yoki ID karta bilan murojaat qiladi. Bank o'z tizimi orqali uning pensiya to'lovlari kelayotganini ko'radi. Yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limida biror imtiyoz uchun ariza topshirilganda, arizachidan guvohnomangizni olib keling deyish o'rniga elektron bazadan tekshirish amaliyoti kuchayadi. Bu pensioner uchun qulaylik. Chunki u bitta hujjat yo'qolgani uchun qayta idora yurmaydi. Yana bir misol. 68 yoshli onaxon pensiya guvohnomasini yo'qotib qo'ydi. Avval bunday vaziyatda u guvohnomani qayta tiklash uchun alohida murojaat qilishi, navbat kutishi, ariza yozishi, ba'zan bir necha marta borib kelish kerak bo'lardi. Endi agar tizim to'liq ishlasa, onaxon pensiya oluvchi ekanini ID karta bilan tasdiqlaydi. Uning pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat elektron bazasida ko'rinadi. Demak, yo'qolgan qog'oz sababli pensionerning huquqi cheklanmasligi kerak. Birinchi navbatda pensiyasi muntazam tushib turgan.
bank kartasi orqali yoki naqd shaklda o'z vaqtida olayotgan pensionerlar ortiqcha xavotirga tushmasligi kerak. Agar sizga har oy pensiya kelayotgan bo'lsa, pensiya tayinlangan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, guvohnoma bekor qilinishi sizning pensiyangizni to'xtatib qo'ymaydi. Sizning asosiy hujjatingiz pasport yoki ID karta bo'ladi. Masalan, To'xir aka 63 yoshda yoshga doir pensiya oladi. Har oyning 10 sanasida bank kartasiga 20 milyon 700 ming so'm pensiya tushadi. Uning qo'lida eski pensiya guvohnomasi bor, lekin u biroz yirtilgan. To'xir aka endi guvohnoma bekor bo'lsa, pensiyam ham to'xtaydimi deb xavotir olishi shart emas. Agar uning pensiyasi tayinlangan, bank rekvizitlari to'g'ri, yashash joyi va shaxsiy ma'lumotlari bazada mos bo'lsa, to'lov davom etadi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi olayotgan fuqarolar. Bu yerda ham guvohnoma bekor qilinishi nogironlik pensiyasi bekor bo'ldi degani emas. Nogironlik pensiyasi tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi nogironlik guruhi, mehnat staji va qonunchilikdagi mezonlar asosida tayinlanadi. Agar nogironlik muddati uzaytirilishi kerak bo'lsa, bu alohida masala. Ya'ni guvohnoma masalasi boshqa, nogironlik muddati va tibbiy xulosa boshqa. Shuni aniq ajratib olish zarur. Uchinchi toifa. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan bolalar yoki oilalar. Masalan, voyaga yetmagan farzand otasidan ayrilgan va unga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan. Bu holatda ham qog'oz guvohnoma bekor qilinishi pensiya huquqini tugatmaydi. Lekin bolaning yoshi, o'qishi, hujjatlari, vasiy yoki onaning bank ma'lumotlari to'g'ri yuritilishi zarur. Endi men muhim ogohlantirishlarni aytaman. Ayrim pensionerlar bor. Ularda hujjatlar eski pasport ma'lumotlari yangilanmagan, yashash manzili o'zgargan, bank kartasi muddati tugagan yoki familiya, ism, otasining ismi yozilishida xatolik bor. Mana shunday holatlarda guvohnoma bekor qilinishi bevosita muammo tug'dirmasa ham, elektron tizimdagi mos kelmasliklar sababli turli idoralarda qiyinchilik bo'lishi mumkin. Masalan, bir ayol pensiyaga chiqqan paytda familiyasi Karimova bo'lgan, keyinchalik nikoh yoki boshqa sabab bilan hujjatlarda familiya o'zgargan. Lekin ayrim ba'zilarda eski familiya qolib ketgan. U dorixonada yoki ijtimoiy xizmatda imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lsa, tizimda ma'lumot chiqmay qolishi mumkin. Bunday paytda pensiyam bekor bo'libdi deb vahmaga tushish kerak emas. Avvalo hujjatlardagi ma'lumotlar bir xilmi? JSHIR to'g'rimi? Pasport yoki ID karta yangimi? Shular tekshiriladi. Yana bir misol. Pensioner boshqa tumandan boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin doimiy ro'yxat yoki vaqtinchalik yashash ma'lumotlarini yangilamagan. Pensiya to'lovlari davom etayotgandir. Ammo ijtimoiy xizmatlar bo'yicha murojaat qilganda eski manzil chiqib qolishi mumkin. Bu ham guvohnoma bekor qilingani uchun emas, bazalardagi ma'lumotlar yangilanmagani uchun yuz beradi. Bank kartasi masalasi ham muhim. Ko'p pensionerlar pensiyani kartaga oladi. Agar karta muddati tugasa, karta bloklansa yoki bankdagi telefon raqami eskirgan bo'lsa, pensioner pensiyam kelmayapti deb o'ylashi mumkin. Aslida pul ajratilgan bo'lishi, lekin bank amaliyoti sababli undan foydalanish qiyinlashgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim pensionerlarga aytaman. Pensiya guvohnomasi haqidagi yangilikni eshitib qo'rqishdan oldin shaxsiy hujjatlaringiz va bank ma'lumotlaringizni tekshirib oling. Birinchi holat. 70 yoshli Mavluda opa har oy 20 milyon 600 ming so'm yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiya guvohnomasi 10 yil oldin berilgan. Rasm eski. Qog'ozi sarg'aygan. Mavluda opa dorixonaga borib, pensionerlar uchun belgilangan chegirma yoki ijtimoiy xizmatdan foydalanmoqchi bo'ldi. Dorixona xodimi undan guvohnoma so'radi. Endi yangi tartib bo'yicha bunday vaziyatda Mavluda opa pasport yoki ID kartasini ko'rsatishi, tashkilot esa uning pensioner maqomini elektron tarzda tekshirishi kerak. Agar dorixona yoki tashkilot hali eski tartibda guvohnoma talab qilsa, Mavluda opa xotirjamlik bilan ma'lumotni elektron bazadan tekshirib bering deb so'rashi mumkin. Ikkinchi holat. Olim bir yoshli Dilshod aka pensiyani naqd shaklda oladi. U qishloqda yashaydi, har oy pochtachi orqali pensiya oladi. U guvohnoma bekor qilinsa, pochtachi menga pul bermaydimi deb o'ylashi mumkin. Bunday vaziyatda asosiy tasdiq shaxsni aniqlash va to'lov ro'yxatidagi ma'lumotdir. Ya'ni pochtachi yoki mas'ul xodim shaxsni pasport yoki ID karta orqali tekshiradi. To'lov ro'yxatiga muvofiq pensiyani beradi. Guvohnoma yo'qligi avtomatik rad etish sababi bo'lmasligi kerak. Uchinchi holat. 58 yoshli ayol nogironlik pensiyasi oladi.
Uning nogironlik muddati 1 yillik belgilangan. U pensiya guvohnomasi bekor qilinyapti degan gapni eshitib, menga endi qayta tekshiruv kerak emas ekan deb noto'g'ri tushunishi mumkin. Bu juda xavfli xulosa. Agar nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza bilan bog'liq talablar saqlanadi. Guvohnoma shakli o'zgarishi tibbiy xulosa muddatini uzaytirib bermaydi. Shuning uchun nogironlik pensiyasi oluvchilar o'z muddatlarini alohida nazorat qilish kerak. 4-holat. 12 yoshli bola boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi, lekin 18 yoshga to'lish arafasida agar u kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettirsa, ayrim holatlarda pensiya masalasi bo'yicha qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bu yerda ham pensiya guvohnomasi bekor qilinishi asosiy masala emas. Asosiy masala bolaning o'qishi, yoshi. Ta'lim shakli va tegishli ma'lumotnomalarning vaqtida taqdim etilishidir. Men hozir sizlarga ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Barcha tashkilotlar bir kunda yangi tartibga to'liq moslashib ketmasligi mumkin. Qonunchilik yoki tartib o'zgargan bo'lsa ham, joylarda ayrim xodimlar eski odat bo'yicha pensiya guvohnomasini olib keling deyishi mumkin. Bu holatda janjal qilish shart emas. Siz xotirjam tarzda shaxsni tasdiqlovchi hujjatingiz borligini, ma'lumot elektron bazada tekshirilishini ayting. Agar baribir rad etilsa, rad javobini yozma shaklda berishni so'rang. Ko'pincha yozma javob so'ralganda xodim masalani diqqat bilan tekshiradi. Ikkinchi nozik jihat, eski pensiya guvohnomangiz bor bo'lsa, uni darhol tashlab yubormang. Yangi tartib bo'yicha u asosiy hujjat bo'lmasligi mumkin. Lekin ayrim jarayonlarda, ayniqsa eski ma'lumotlarni solishtirishda, arxiv hujjatlarida yoki nizoli vaziyatlarda qo'shimcha dalil sifatida foydasi tegishi mumkin. Men tavsiya qilaman. Eski guvohnomani uyda boshqa muhim hujjatlar bilan birga saqlang. Uni har kuni olib yurish shart bo'lmasligi mumkin, lekin butunlay yo'q qilib yuborish ham to'g'ri emas. 3-nozik jihat. Elektron tizimda xatolik bo'lishi mumkin. Masalan, odamning tug'ilgan sanasi bir bazada 1922 yil 13 mart, boshqa bazada 1922 yil 20 mart bo'lib qolgan. Yoki ism O'tkir deb yozilgan, boshqa joyda O'tkir deb kiritilgan. Bunday kichik ko'ringan xatolar ayrim xizmatlarda katta muammo keltirib chiqaradi. Chunki elektron tizim odamni avtomatik qidirganda modlar mos kelmasa, topilmadi degan natija chiqishi mumkin. Shu sababli pensionerlar va ularning farzandlari hujjatlardagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHAJ, pasport seriyasi va raqami to'g'ri ekanini tekshirishi kerak. 4-nozik jihat. Chekka hududlarda internet yoki elektron tizim bilan ishlash sifati har doim ham bir xil emas. Ba'zi qishloqlarda tashkilot xodimi elektron tekshiruvni o'sha zahoti qila olmasligi mumkin. Bunday vaziyatlarda eski guvohnoma vaqtincha yordam berishi ehtimoli bor. Shuning uchun men yana takrorlayman. Eski hujjatni saqlang, lekin pensiya huquqingiz faqat o'sha qog'ozga bog'liq deb o'ylamang. 5-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Har safar shunday yangilik chiqqanda ayrim nopok odamlar pensionerlarni aldashga urinadi. Masalan, pensiya guvohnomangiz bekor bo'lyapti. Yangisini chiqarib beramiz, pul bering. Pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kartangiz raqamini va SMS kodini ayting. Hujjatlaringizni bizga bering, tizimga kiritamiz kabi gaplar bo'lishi mumkin. Bundaylarga ishonmang. Hech kimga bank kartangiz PIN kodini, SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini, plastik karta to'liq ma'lumotlarini bermang. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday kod so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. Endi men pensionerlar nima qilish kerakligini aniq tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsni tasdiqlovchi hujjatingizni tekshiring. Pasportingiz muddati o'tmaganmi? ID kartangiz yaroqlimi? Undagi ism, familiya to'g'rimi? Tug'ilgan sana xatosizmi? Shularni ko'ring. Agar hujjat eskirgan, yirtilgan yoki muddati tugagan bo'lsa, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilib yangilang. Ikkinchi qadam. JSHAJ raqamingizni bilib oling. Bu shaxsiy identifikatsiya raqami ko'p elektron xizmatlarda kerak bo'ladi. U odatda pasport yoki ID karta ma'lumotlarida ko'rsatiladi. Farzandlar ota-onasiga yordam berayotganda aynan shu raqam orqali ko'p ma'lumotlarni aniqlashtirishi mumkin. Lekin bu ma'lumotni ham begona odamlarga ehtiyotsiz tarqatmang. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Pensiya kartaga tushsa, kartaning amal qilish muddati tugamaganini
telefon raqamingiz bankda to'g'ri bog'langanini, karta bloklanmaganini aniqlang. Agar kartangiz muddat tugagan bo'lsa, bankka borib yangisini oling. Bankka borganingizda pasport yoki ID karta yetarli bo'lishi kerak. Lekin eski pensiya guvohnomangiz yoningizda bo'lsa, qo'shimcha ravishda olib borishingiz mumkin. 4-qadam, agar pensiya kelmay qolsa, darhol vahimaga tushmang. Avval bankdan hisobingizga pul tushgan tushmaganini aniqlang. Keyin pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Murojaatda mening pensiya to'lovim qaysi sabab bilan kechikdi yoki to'xtadi, yozma tushuntirish berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat bo'lsa, javob ham rasmiy bo'ladi. 5-qadam, hujjatlaringizdan nusxa tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta nusxasi, bank rekvizitlari, eski pensiya guvohnomasi nusxasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi mavjud ma'lumotlar. Nogironlik bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjati, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi va o'qish ma'lumotnomasi kabi hujjatlarni tartibli papkada saqlang. Bu ayniqsa yoshi katta ota-onasiga farzandlari yordam beradigan oilalarda juda zarur. 6-qadam. Agar biror tashkilot sizdan majburiy ravishda pensiya guvohnomasini talab qilsa va elektron ma'lumotni tekshirishdan bosh tortsa, undan rad javobini yozma shaklda so'rang. Masalan, qaysi qonun yoki qaysi tartib asosida aynan pensiya guvohnomasi talab qilinyapti dedi. Yozma ravishda tushuntirib bering deb murojaat qiling. Ko'pincha muammo xodimning eski odati yoki ma'lumot yetishmasligidan kelib chiqadi. Rasmiy savol berilsa, masala tezroq hal bo'ladi. 7-qadam, May, Bog, Hukuf, Uz kabi elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing yoki farzandlaringizdan yordam so'rang. Ko'p ma'lumotlar elektron tarzda olinadigan davrga o'tyapmiz. Pensionerning o'zi internet ishlatmasa ham, farzandi, nevarasi yoki ishonchli yaqin qarindoshi yordam berishi mumkin. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Login, parol, elektron raqamli imzo. Bank kodlari faqat ishonchli odamda bo'lishi kerak. Agar pensiya miqdori, pensiya tayinlanishi yoki to'lov masalasida savol bo'lsa, birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Agar ijtimoiy yordam, parvarish, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun xizmatlar yoki boshqa ijtimoiy masalalar bo'lsa, hududingizdagi ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilasiz. Agar bank kartasi, karta muddati, plastik karta bloklanishi yoki hisob raqam masalasi bo'lsa, pensiya tushadigan bankka borasiz. Murojaat qilganda yoningizda pasport yoki ID karta bo'lsin. Agar mavjud bo'lsa, eski pensiya guvohnomasi, bank kartasi, telefon raqamingiz, ariza yozish uchun kerakli ma'lumotlar ham bo'lsin. Agar siz boshqa odamning, masalan, onangiz yoki otangizning pensiya masalasi bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, ayrim hollarda ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Chunki shaxsiy ma'lumotlar hamma odamga berilmaydi. Bu ham oddiy xavfsizlik chorasi. Ariza yozishda aniq yozing. Pensiyamni tekshirib bering deb umumiy yozgandan ko'ra. Mening pensiyam 2025 yil falon oyda tushmadi. To'lov kechikishining sababini aniqlab, yozma javob berishingizni so'rayman desangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. Agar muammo hujjatdagi xatolik bo'lsa, pasport ma'lumotlarim elektron bazada noto'g'ri ko'rinmoqda. To'g'rilash tartibini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. Men yana bir bor firibgarlik masalasiga qaytaman. Chunki pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Telefon qilib o'zini bank xodimi, pensiya bo'limi xodimi yoki ijtimoiy yordam vakili deb tanishtirgan odam sizdan karta raqami, SMS kod, PIN kod yoki ilova parolingni so'rasa, darhol suhbatni to'xtating. Rasmiy idora bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Agar shubha bo'lsa, o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bo'limga boring. Shuningdek, guvohnomani yangilab beraman, pensiyangizni oshirib beraman, tizimga kiritib qo'yaman deb pul so'raydigan vositachilardan ehtiyot bo'ling. Pensiya masalalari rasmiy tartibda ko'riladi. Agar haqiqatan ham hujjat topshirish kerak bo'lsa, bu davlat organi, bank yoki rasmiy elektron portal orqali amalga oshiriladi. Har qanday to'lov ham rasmiy kvitansiya bilan bo'lishi kerak. Yana bir xato, odamlar eski guvohnoma yo'qolsa, endi men pensioner emasman deb o'ylaydi. Yo'q, sizning huquqingiz qog'oz bilan tugamaydi, lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjat va elektron bazadagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi shart. Shuning uchun bugungi yangilikning asl ma'nosi shuki,
Davlat pensioner haqidagi ma'lumotni qog'ozdan ko'ra elektron tizim orqali tasdiqlashga o'tmoqda. Bu qulaylik ham, mas'uliyat ham degani. Qulaylik shundaki, qog'oz yo'qolsa ham huquq yo'qolmaydi. Mas'uliyat shundaki, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri va yangilangan bo'lishi kerak. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuning eng asosiy mazmuni shunday. Pensiya guvohnomasi bekor qilinishi, pensiya bekor qilinadi degani emas. Pensiya to'lovlari qonuniy asosda davom etadi. O'zgarish asosan tasdiqlash tartibiga qog'oz guvohnoma o'rniga pasport, ID karta va elektron bazalardan foydalanishga taalluqli. Shuning uchun vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Men sizga tavsiya qilaman. Pasport yoki ID kartangizni tekshirib, bank kartangiz muddatini ko'ring. Eski pensiya guvohnomangizni saqlab qo'ying. Hujjatlaringizdagi ism, familiya va tug'ilgan sana to'g'ri ekanini aniqlang. Agar muammo bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanmang. Pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya organi yoki bankka yozma murojaat qiling. Yozma murojaat sizning huquqingizni himoya qilishda eng muhim vositalardan biridir. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya guvohnomasi bo'yicha muammoga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Sizdan qayerda guvohnoma talab qilishdi? Qanday javob berishdi? Masala qanday hal bo'ldi? Bu boshqa pensionerlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasiga kerak bo'lishi mumkin.